bitta choyshab, bitta mesh suv va bitta yostiq ichiga xurmoning yaproqlari solingan edi deydilar. Mana qizni chiqarishlik qanday oson bo'lgan. Qarang, qizni chiqarib bitta yostiq, 2 yosh bir yostiqqa bosh qo'ysin va g'usl tahorat uchun bitta mesh suv idish va ustiga yopinishi uchun yopinganda er-xotin yotganda birov ko'rib qolmasin, ustini yopishlik uchun choyshab. Bo'ldi. Qiz chiqarildi. Vaholanki jannati, oilaviy jannati ular. Ikkovlar ham jannati, farzandlari ham jannat, Imom Hasan, Imom Husaynlar ham. Endi hozirchi bitta qizni chiqarishlik uchun 25 million sarflanadi, bir oyga qolmasdan ajrashib keladi. Bir oyga ham bormasdan ajrashadi. Mana ota-onaning orzu-havasi. Endi bitta qizni chiqarib ota ishlab keldi. Rossiyada 25 million kofirlarni, o'rislarni, boshqalarni hojatxonasini tozalab, cherkovini tozalab, paypog'ini yuvib, kirini yuvib 25 million ishlab keladi-da, qizini chiqaradi. Orzu-havasda. Yashik aroq qo'yish kerak. 4-5 ta artistni olib kelib o'ynatib qo'yish kerak. San'atkorlar kelsa unga har bir san'atkorga $500 dan pul berish kerak. Orzu-havasda buni nimasini aytasiz endi? 25 million ketdi, to'y o'tdi, ota ko'rari, unisi bunisi bo'lgandan keyin ota yana Rossiyaga qarab qulchilikka ketaveradi. To'rva xaltasini ko'tarib, ha desa, ikkinchi qizimni chiqarishim kerak deydi. Borib odamlar hozir farzand ko'rishdan qo'rqib qolyapti. Ikkita bo'lsa, bo'ldi, tamom, kerak bo'lsa qo'yi. Ortiqcha bitta qiz, bitta o'g'il bo'lsa bo'ldi degan bo'lib qoldi. Agar endi biz shuni noshukurchilik qilmasdan borib kimlarnidir quli bo'lib, qaysidir millatning oyog'ini yuvib, oyog'ini o'pib, paypog'ini yuvib, hojatxonasini tozalab, qizimizni chiqaraman demasdan, o'zimizni yurtimizda halol, pokiza mehnat qilib, kamroq topsak ham qizimizni xarajatini kamaytirsak bo'lmaydimi? To'yga 5 ta artist olib kelishdi o'rniga, shu artistni olib kelmasak, qizimiz bebaxt bo'lib qoladimi? To'yimizga 1000 ta odam aytmasdan 20 ta odamni aytib, qavm qarindoshi aytib, men qizimni chiqaryapman desak, qizimiz badbaxt bo'lib qoladimi? Qizimizga million so'mga kelin ko'ylakni, patani, kofirlardan qolgan fatani kiydirmasa, qizimiz badbaxt bo'lib qoladimi? Yoki qizimizni ota ko'rarini qilmasak, u badbaxt bo'lib qolyaptimi? Qo'sha gilamlar, qo'sha mebellar, hattoki kiyov bolani ichki kiyimigacha olib berishi qiz bola tarafini bo'yniga yuklatinyapti. Shularni ozgina qisqartirib 25 millionlik qizni 2,5 millionga tushirib qo'ysak ham bo'laveradi. 2,5 million bilan qizni chiqarsak ham bo'laveradi. Faqat uni axloqi, odobini zo'r qilish kerak. Qiz bolaning baxti uning mol dunyosi emas, uning sarpo surg'ida emas. Qiz bolaning baxti uning hayosida, uning iymoni, axloqi, odobida bo'ladi. Agar Fotima onamizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarbiyalaganlardek tarbiyalab qo'ysak, hech